Qugulu brendi eng sifatli qurol ishlab chiqaruvchi zavodlardan biri bo'lib, Turkiyada 1914-yildan beri ish faoliyatini davom ettiradi. Ya'ni bir asrdan oshiq. Endi shunga yarasha sifat bo'ladi-da. Endi sifatga qarasak, buni modeli Xavki model hisoblanadi. Yangi modellardan biri. Ochilishlariga addendi baho berasizlar. Juda chiroyli. Yopilishi ham yumshoq. Qo'lga tushishi. Qo'ndoqlari juda chiroyli. Pistoletni rukoyatka deydimi? Shulari. Hop, предохранитель bor. Chapga o'ngga o'tkazsangiz, birinchi tepani, xohlasangiz pastni birinchi otishga to'g'rilab olasiz o'zingizga. Hop, yana 76 stvol, 12 kalibr. Buni silver deyiladi. Buni black ham bor, qorasi. Qorasi, bu ham chiroyli. Buni 28 kalibrni olib kelganmiz. 28 kalibr 71 stvol bo'ladi. Hop, bularda og'irligi 3 kg 300, 28 kalibr 2 kg 800 bo'ladi. Bularni oldingi Qugullar korobkada emas, kesda kelgan. Bular hozir endi korobkada kelyapti. Shuni hisobiga ham narxlari arzon chiqyapti. Biz sizlarga shuni hisobiga mana bu chexollarda shu modellarni olganlarga sovg'a qilib beramiz. Bu ham Turkiyada ishlab chiqarilgan baquvvat chexol, usti barxitning. Kimga shunaqa qurollar kerak bo'lsa, sifatli qurollar kerak bo'lsa, Merganga murojaat qilaverasizlar. Kelib qolinglar.